Barchaga ma'lumki, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish barcha tarmoqlar va sohalarda eng avvalo davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligidagi zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalar ijrosini ta'minlash hamda sudlar faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, raqamlashtirish ishlarini izchil davom ettirish, sudlarning moddiy texnik ta'minotini yaxshilash maqsadida muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan joriy yil 21 avgust kuni sudlar faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali odil sudlovga erishish darajasini oshirish hamda sud tizimining moddiy texnik ta'minotini yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025 yil 21 avgustdagi PF 180 sonli farmonini imzoladi. Bunga ko'ra sudlar faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish hamda raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, shuningdek sudlarda fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berishning kelgusi yillardagi ustuvor maqsadlari etib, sud ishlarini yuritishda qog'oz shaklidan voz kechish maqsadida raqamli sud konsepsiyasi asosida ishlarni yuritilishi bosqichma-bosqich to'liq elektron shaklga o'tkazish, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatilayotgan interaktiv elektron xizmatlar turlarini oshirib borish, sud hujjatlaridan nusxa olish, sud ishlari bilan tanishish, arizaning sudga taalluqliligi va sudlovga tegishliligini aniqlash, sun'iy intellekt yordamida sud xarajatlarini hisoblab imkoniyat yaratish, shuningdek sud tomonidan taqiqlangan manba va kontentlarni elektron reyestrini yuritish, sudlar faoliyatida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun zarur texnik infratuzilma yaratish, shuningdek ushbu yo'nalishdagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish bo'yicha choralar ko'rish, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudning axborot tizimini negizidagi sud hujjatlari arxivi modulini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, sudlar faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha kiber huquq yo'nalishida ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, shuningdek sudyalar va sud apparati xodimlarining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish belgilandi. Shuningdek, mazkur farmonda sudlar faoliyatiga raqamli sud konsepsiyasi joriy etilib, sudga ariza berishdan oldin sun'iy intellekt yordamida sud muhokamasini taxminiy natijasida ham sarflanadigan xarajatlar shakllantirish, murojaatlar sudga elektron shaklda yuborish, ishda ishtirok etuvchi shaxslar sud binosiga tashrif buyurmasdan sud muhokamalarida masofadan turib ishtirok etish, taraflar va ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarga sud jarayonlarida ishga doir barcha materiallar bilan elektron shaklda tanishish imkoniyatini yaratish, sud hujjatlarini elektron shaklda hisoblash va to'lanish jarayonlari, shuningdek ijro varaqalarini avtomatik ravishda ijroga yuborish, shuningdek iqtisodiy sudlarni maqbullashtirish orqali tumanlar aro tuman shahar iqtisodiy sudlarini tugatish va Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar markazlari va Toshkent shahridan tumanlar aro iqtisodiy sudlar faoliyatini yo'lga qo'yish belgilandi.